Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan gradient, ya'ni ranglar mavzusini o'tamiz. Bu ham halofti bor. Men faqat bundan chiroyliroq tarzda o'taman deyapman. Halofti ham bemalol kirib vazifalarni topshirib hammasini bajarasizlar. Xo'p, boshlaymiz esa. Gradientlar o'zi nima? Gradient bu maqsadimiz asosiy CSSda ranglarni chiroyli va silliq bir-biriga almashtirish, ya'ni chalishtiraverish va shu orqali ranglarni chiroyli holatga keltirish. Bizning maqsadimiz asosiy CSS yordamida chiroyli silliq va o'zgarishlar va gradientlar o'rganishlarini qilib o'tamiz. Kamera tartibda bo'ling. Yaxshi. Qarangizlar, endi bu birinchi o'rinda gradient nima? Gradient bu bir xil, ya'ni bitta rangni boshqa bir rangga silliqlashtirib yuborish, ya'ni silliq o'tishi bu gradient deyiladi. Endi bizning liner gradientlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, masalan, xo'p, demak, liner gradient Ctrl V. Bu joyga liner gradient deb ko'ramiz. Masalan, kartinka bo'limiga o'tsak, mana bizda mana shunaqa liner gradientlar bor. Mana boshqa bir rangdan boshqa bir rangga chiroyli holatga keltirish va hokazo. Mana shunday holatlarga keltirish rangli usullarimiz bor ekan. Buni bir marta bosib kirsangiz ham please wait va hokazo ko'pgina narsalar chiqadi. Ko'ryapsizlar. Endi xo'p, bizdagi asosiy tushunchalarni ko'rib o'tamiz. Endi biz bularni ishlatib ko'ramiz. Demak, xo'p, davlat emas, bu emas, yo'q. Ctrl H, demak, gradient mavzumizga kirib olamiz. Masalan, mana bizda turli xil rang turlarimiz bor. Xohlagan turdagi gradientlarni ishlatsak bo'lar ekan. Endi boshlaymiz. Xo'p, liner ikkita gradient turimiz hozirchalik biz ko'ryapmiz. Birinchisi liner gradient, ya'ni chiziqli o'tishi. Keyingisi radial gradient, aylana shaklda o'tishi. Va hokazo liner gradientlarni ham ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda liner gradient ishlatib ko'rishimiz uchun chiziqli, mana background xususiyati bilan va liner gradient deb yozsak ham bo'ladi. Ikkinchi usullari ham bor. Biz o'zimizning Visual Studio'mizda darslar online degan papkamizga kirib olamiz. Xo'p, onlayn o'zimizning papkamizga kirib olgan bo'lsak, menimcha shu bo'lishi kerak. Xo'p, demak, undan keyin css13.html deb ochaman. 13-darsda ochdiimda strukturani chiqarib, dokumentatsiyamizga css da liner gradient va gradient darslarimiz, ya'ni gradient darslarimiz deb qo'ylik, chiroyliroq chiqadi. Har bir mavzuni qilyapsizmi, akkuratniy va chiroyli holatga keltirib chiqaring. Xo'p, endi boshladik. Bizda endi body qismimizga biz birinchi o'rinda hech narsa yozmaymiz, faqat orqa fonimizni liner gradient qilamiz. Buning uchun men style tagini ochaman. Style tagidan keyin body yozaman. Body tagini ochaman. Mana birinchi o'rinda liner gradientni sintaksini ko'rib oladigan bo'lsak, bizda direction, ya'ni yo'nalishi, qanday ochilishi va hokazo mana shunaqa holatda ishlatilishi aytilar ekan. Ikkinchisi rang, uchinchisi rang va hokazo. Mana birinchi yo'nalishni olib olamiz, keyingisida ranglar ketadi va hokazo. Chunki masalan, keyingi misolimizni ko'radigan bo'lsak, width heights background xususiyati kelyapti, liner gradient yo'nalishi to right, red, yellow degan narsa kelyapti. Biz endi buni bodyga integratsiya qilib yozamiz. Masalan, background color orqali yozsangiz ham, background image orqali yozsangiz ham bo'ladi yoki background o'zi orqali yozsangiz ham bo'ladi. Men sizlarga background image orqali yozishni o'rgatib o'taman. Qarangizlar. Background image liner gradient desangiz, bunda ham chiqadi. Boyagidek to right yozamiz, undan keyin virgul qo'yib, masalan, red qizil, blue masalan ko'k. Ko'ryapsiz? Mana shunday holatda bizda liner gradientimiz ishlamoqda ekan. Tushundiga? Xo'p, endi bularni ko'rib o'tdik. Mana qizil va ko'kimiz aralashtirilgan holatda mana shunday sub xususiyatda chiroyligina chiqdi. Yana bu kodda red va yellowga o'ngga qarab siljida deyapti.
Xo'p, endi yo'nalishlarimizni ko'rib o'tamiz. Masalan, to right degan yo'nalishimiz bor, to left degan yo'nalishimiz bor, to bottom degan yo'nalishimiz bor, to top degan yo'nalishimiz bor yoki graduslarda 90 gradus, 45 gradus, 135 gradus va hokazo. Mana shu graduslarda ishlatishimiz ham mumkin ekan. Masalan, to right ning o'rniga 45 gradus deyman. 45 deg deb yoziladi. Tushunyapsizlar? Yoki mana kichkina deg. Deg mana 45 gradusimizda yozilar ekan. Lekin bizdagi orqa fonimiz uzun chiziq bo'lib qoldi-ya. 45 deylik. Mana masalan, mana shunday holatda yozib oldik. Xo'p, endi bir nechta ranglarni birlashtirish. Masalan, to right, red, orange, yellow, green, blue to bu CSS kodimizni copyright qilamiz degan bu joyga o'tib ishlatamiz. Ishlatadigan bo'lsak, mana bizda xohlagan ranglarimizni bir-biriga silliq o'tib ketyapti. Tushunyapsiz? Bir xil silliq o'tib ketyapti. Xo'p, endi keyingisi shunga o'xshash strukturada shunga o'xshash radiuslarda shunga o'xshash yarataverasizlar bemalol. Xohlagan stil formatlaringizda. Masalan, buni vergulga o'chiraman. Masalan, 3 talik rang yellow bilan green ni o'chiraman. Masalan, 2 talik rang mana shunga o'xshash ranglar mujassam bo'lar ekan. Xo'p. Endi keyingisini ko'radigan bo'lsak, radial gradient, ya'ni aylana shaklda bo'lyapti. Masalan, background xususiyatini ishlatyapti. Radial gradient rang birimiz va rang ikkimiz ishlatilyapti. Xo'p, buni endi bitta yaqqol misol bitta boxda ko'ramiz. Nuqta masalan box deb ochamiz. Box deb ochamiz. Box masalan click deyman, gradient deyman. Masalan, click gradient bu joylarni o'chiraman, gradient deyman. Mana yozdim. Endi mana shunga biz width sets beramiz ekan. Width setslarni ham beramiz. Nuqta box deb, nuqta boxni chaqiramiz. Box deb chaqirdik. Width v ni qarang. Men width berdi necha berilyapti? 300 ga 200 piksel berilyapti. V 300 deyman plus h 200 deyman. Va enter bosadigan bo'lsak, ikkalasiga menga piksel chiqarib beradi. Ko'ryapsiz-a? Endi buni borderlab olayım. Border 2 piksel solid. Masalan, black bo'lsin, qora bo'lib tursin. Mana shu joyimizga hozir ranglarimiz ishlatilar ekan. Xo'p, undan keyin bizda nima ishlatilyapti? Radial gradient, circle, red, yellow, green deyapti. Xo'p, mana shu kodimizni nusxa olib ko'ramiz. Background radial gradient ishlatadigan bo'lsak, bizda bu yumaloq tarzda chiqadi. Tushunyapsiz-a? Yumaloq tarzda, ya'ni joylashuv sistema bo'ladi. Xuddi quyosh sistemada, quyoshdan birinchi qanaqa nuqta, undan keyin sariq, undan keyin yashil va hokazo. Agar green o'rnidan keyin yana men bo'lib blue desam, mana ko'kka aylanadi. Yana undan keyin yana red desam, yana qizilga aylanib ketadi. Yoki mana shunday ranglar mujassam bo'lar ekan mana. Ko'rdiga bu ham bir rang berish yoki liner gradientning bir xil turlari deylar ekan. Endi advanced ruxsat berilgan foizlar ekan. Tushunyapsiz? Masalan, liner gradientga har bir rangga foiz berib chiqsak bo'lar ekan. Masalan, 0%, yellow 50%, green 100%. Mana shunaqa usulda bersak ham bo'lar ekan. Tushundiga? Osona. Xo'p. Masalan, buni radial gradientni o'chirib, mayli shuni tursin, yuqorisi buni sinab ko'ramiz boyagina. Orqa fon endi ishlaydi-da bu. Masalan, red bir 10% bo'lsin, orange bir 90% bo'lsin mana. 10 ga 90% mana shunaqa holatga keltirib chiqardi. Bularni olib tashlayman, hozirchalik paka mana. Ko'ryapsiz? Mana shunday holatda chiqyapti. Agar siz veb-saytda kattaroq ochmoqchi bo'lsangiz, tushunyapsiz-a? Veb-saytda agar siz kattaroq ochmoqchi bo'lsangiz, buni ham ishlatib ko'rishingiz mumkin ekan. Hop, open with live server. Hop, mana shunaqa holatda bizga chiqib berar ekan. Yana bitta manbalar bor. Masalan, mana shu joyda amaliy misollarda to'liq ishlatilgan holatlari bor. Masalan, buni copyright qilib ishlatib ham ko'ramiz. Buni o'rniga mana buni. Bizda ikkita gradient ishlatilyapti, ko'ryapsizlar? Birinchisi liner, ikkinchisi radial gradient. Masalan, liner gradient boyagida yuqoridan pastga yoki
true bottom yoki right va hokazo chiroyli ishlatilyapti. Ikkinchisi yumaloq tarzda effektni ishlatilyapti. Tushunyapsizlar, buni sal kamera kattaroq bo'lsin. Yaxshi. Endi biz ko'rib o'tdik buni liner gradient to bottom right reshotka usuli, ya'ni bu hextemical usulda rang berilyapti. Margin bottom 20 piksel ham berilib o'tilyapti. Xo'p, eslab qoling deyapti, bizda nimalar olishimiz kerak ekan? Liner gradient to'g'ri chiziq bo'yicha, radial gradient esa aylana shakl o'tish bo'yicha bizda kod xususiyatimiz ishlar ekan. Raqamlar, foizlar va bu yerda qaysi rang bo'lishini aniq belgilashimiz ham mumkin ekan. Background image orqali sifatida ham ishlatilishi mumkin ekan. Nima uchun biz backgroundning o'zida ishlatilyapti? Backgroundning o'zi bu shorthand usul. Shorthand degani ichiga hamma tub xususiyatlar kirib ketadi. Shuning uchun ishlatilyapti. O'zi aslida background imageda ishlatilishi kerak edi. Xo'p, men yana bir ko'proq manbalarni ko'rsataman. Masalan, WSchool ga kiramiz. WSchool da ham CSS bo'limiga kirib, pastroqqa tushsak, mana bizda gradient bo'limi bor. Gradient bo'limida mana boyagi CSS da liner gradient bo'limi bor. Ikkinchisi bizda radial gradientlar bor. Radial gradient. Boyagida radial gradientlarimiz yumaloq simon, boya o'rgatganimiz shu xususiyat. Uchinchisi sonic gradient bor. Sonic gradient ham eslab qoling. Sonic gradient bu nima? Masalan, bitta tochkadan to foizlar oralig'iga ketaveradi bu. Mana ko'ryapmiz. Sonic gradientda masalan background sonic gradient red, yellow, green degan so'zlarni olamiz. Biz bu radial gradient o'chiraylik, liner gradientga qo'yib qo'yaylik-da buni. O'chiramiz, buni pastga qo'yib mana sonic gradient mana shunaqa holatda ketib o'tar ekan. Xo'p, endi sonic gradient 5 colors, ya'ni 5 ta rangdan tashkil topilsa bo'lar ekan. Ya'ni masalan qizil, sariq, yashil, ko'k, qora va hokazo. Tushunyapsiz? Qizil, sariq, yashil, ko'k, qora. Mana shunaqa usulda ham biz ishlatib ko'rishimiz mumkin ekan. Bunda yo'nalish yo'q. Ya'ni boyagidek o'xshash mana shu joyda to right degan narsalar yo'q. Shunisiga ishlatilib ketaveradi. Yo'nalishlarni hozir ham ko'ramiz. Xo'p, endi sonic gradient zeros color and degrees, ya'ni 3 talik ya'ni kodimizda qanday ishlaydi? Masalan, sonic gradient red 45 degree, ya'ni 45 daraja, mana shuncha qismlari yoki mana shuncha qismlar bo'lishi mumkin. Yellow 90 degree, green 210 degree hisoblanar ekan. Yoki da o'zimiz qo'ysak ham bo'ladi, ya'ni shuncha gradus qo'ysak ham bo'lar ekan. Masalan, redga men bir 45 degree dedim. Tushunyapsiz? Uni kichkina qiling. Degree. Yellowga 90 degree, greenga 135 degree, bluega 180 degree, blackga 225 degree beradigan bo'lsak, bizda mana shunaqa holatga kelar ekan. Tushundingmi? Xo'p, yana create a peak charts bor, ya'ni border radius ishlatsak, mana shunaqa yumaloq holatga kelar ekan. Xo'p, biz buni width heights ni to'g'rilab olishimiz kerak. Border radius ishlatishimiz uchun 300 qilaman bunga ham. Mana 300 tarzda keldi. Undan keyin border radius 50% qilaman. Mana 50% qilsam, mana shunaqa holatga kelar ekan bizga. Ko'rdingmi? Ishlatsak ham bo'ladi, veb-saytlarda turli xil joylarda kerak bo'lib qoladi bizga bu. Xo'p. Endi example'larni ham berilgan bu yerda. Keyin bizda there is another pie chart and the define degrees and the colors. Ya'ni biz 4 talik usulda buni yozsak ham bo'lar ekan. Tushunyapsiz? 4 talik usulda. Xo'p, 4 talik usulda qanday yozamiz ekan? Background image sonic gradient orqali ham yozib ketsak bo'lar ekan. Va hokazo mana background imageda sonic gradient mana 4 talik usulda, ya'ni 0 degree, buni sal yo'qroq qolamiz. Mana red 0 degreedan 90 degreegacha, sarig'imiz 90 degreedan to 180 degreegacha, greenimiz 180 degreedan to 270 degreegacha mana shunday biz yozib ketsak ham bo'lar ekan. Mana bizda chiroyli holatda kelib chiqdi. Xo'p, sonic gradient width masalan mana shunaqa holatda ham, ya'ni uning degreesini pastroqqa tushirib qo'ysak ham bo'lar ekan. Buni qanday qilamiz ekan? Background image sonic gradient from degan so'zimiz orqali
ya'ni 90 degree deb yozib qo'ysak 90 degree tushar ekan bizga. Undan keyingisi masalan sonic gradient uni foizda yuqori yoki pastroqqa o'tkazib yuborishimiz ham mumkin ekan. O'rtadan markazlashtirmagan emas, sal yuqoriroqqa yoki va hokazo. Mana sonic gradient at 60%, 45%, red, yellow, green degan so'zlarni ham yozagan bo'lar ekan. Undan keyin CSSda repeating sonic gradient, ya'ni funksiya orqali ishlasagan bo'lar ekan. Ya'ni mana shunaqa xuddi tarvuzsimon qilib ketsagan bo'lar ekan. Tushunyapsiz-a? Masalan, background image ya'ni repeating sonic gradient, red 10%, yellow 20%, board masalan mana shunday holatda keltirib o'tsak bo'lar ekan. Ikkitalik bu takrorlanib ketaveradi. Va hokazo. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Ctrl S qilib bu border radius bizga kerak emas hozir aka. Bu yoqqa qo'yamiz. Mana. Agar ham bitta qo'shadigan bo'lsak, masalan, blue qo'shaylik, blue 30% qo'shaylik mana. 30% mana shunaqa holatda ketar ekan. Xo'p. Keyin mana here is repeating a sonic gradient with defined color stairs and color stops. Ya'ni mana shunaqa baraban shaklni ham yasasak bo'lar ekan. Mana repeating sonic gradient, red 0 degree 10 degree gacha, yellow 10 degree dan 20 degree gacha, blue 20 degree dan 30 degree gacha qilsak bo'lar ekan. Tushunyapsiz-a? Va uni examplelari. Uyga vazifa bo'ladi sizlarga Halofda hammasi batafsil uyga vazifalarni va topshiriqlarni bajarib kelish. Tushundilaringiz-a? Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.